Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Sizlar bilan Dr. Family klinikasi travmatolog ortopedi Boltaboyev Shavkatjon bo'laman. Sizlar bilan bugun ko'rishmoqchi bo'lganimiz asosiy sababi mana shu bizning klinikada 6 oy ichida SVF terapiya, ya'ni stromal vaskular fraksiya terapiya muolajasi yo'lga qo'yildi. Bu nima degani? Mana suyak yemirilish deydi o'zbek tilida gapirilganda, meditsinada avaskular nekroz yoki aseptik nekroz deb ataladi. Bu mana hozir juda ko'payib ketdi, son suyagini boshchasini yemirilish. Mana Covid epidemiyasidagi bu narsalar ko'payib ketdi. Buni asosiy sababini hozirgacha bir aniqlash olgani yo'q. Asosiy sababi mana o'sha son suyagini boshchasidagi tog'ay qismida qon aylanishi buzilishi. Avaskularizasiya deydi, ya'ni qon tomirlarini buzilish natijasida kelib chiqadi. Endi stromal vaskular fraksiya nima degani bu? SVF terapiya. SVF terapiya bemorni o'zini tirik hujayrasini, ya'ni o'zak hujayrasini olib, o'sha shikastlangan joyga ekiladi. Oddiy tilda gapirganda o'sha tirik hujayrani ekib qo'yamiz. Ekib qo'yganimizdagi uni natijalari sekin-asta yuzaga chiqadi. O'zak hujayra nima degani? O'zak hujayra misol yapon olimlari xuddi mana shu tirik hujayrani olib, tishi o'rniga ekyapti. Hamda sog'lom tish o'stirib chiqaryapti. Xo'p, stromal vaskular terapiyasi teri osti yog' to'qimasidan ajratib olinadigan, masalan biz ham muolajalar qilamiz, 180 gram, 100 gram o'sha yog' to'qimasi ajratib olib, o'sha yog' to'qimasining ichidan 4 gram, 5 gram, maksimum 6 gram bemor holatiga qarab, ajratib olingan yog' to'qimasining holatiga qarab, uzoq 6 ml atrofida o'zak hujayra ajratib olinadi. Buni bemor o'zining qonidagi plazmasiga aralashtirib, bo'g'imga jo'natiladi. Yog' to'qimasini ajratib olish hammasi mahalliy organizator ostida oddiy ukollar orqali bajariladigan muolaja. Hech qanaqa qon ketish, bemor uchun yomon holatli bo'lmaydi. Sababi u bemor o'zinikini o'ziga qilinadi. Shuning uchun sahari bor kasallarga ham, ya'ni qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga ham bemorlar bu muolajani o'tkazish mumkin bo'ladi. Dori-darmonni ishlatish, dori-darmondan natriy xlor ishlatamiz. Navakein, lidokein shu. Boshqa narsa ishlatilmaydi bu yerda. Faqat asbob-uskuna o'sha alohida o'zini sentrifugasi bor, o'sha stromal vaskular fraksiyani ajratib oladigan hamda shifokorlar o'z mehnati bilan bo'ladigan narsa. Hech qanaqa dori-darmon qo'shilmaydi. Endi shuni qilgandan keyin kimlarga qilinadi? O'sha suyak yemirilishi bor deydi yoki aseptik nekroz 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalarga juda yaxshi foyda beryapti bu narsa. 4-chi darajada ham o'zgarishlar bo'ladi. Og'riqlar qoladi, lekin 14-chi daraja juda bo'g'imda deformatsiya kuchayib ketgan bo'ladi. Shuning uchun bu narsani qilishdan biz ancha o'zimizni tiyamiz. Mana statistikani tekshirib ko'radigan bo'lsak, butun dunyoda statistika SVF terapiyalarda yaxshilanish, ya'ni g'alaba qozonish deydi, uspeh deydi. Bemorlar juda katta o'sha tiklanishga foyda beradi. 70% bemorlarda harakat tiklanadi bo'g'imlarda. Muolajani qilingandan keyin 45% bemorlarda birinchi 7 kunda o'sha bo'g'imda harakatlari asta-sekin kuchayib borishi kuzatildi, og'riqlar qolib, 3 oy ichida bu narsa 75.2% bemorlarga shu narsa o'zgarishlar sezilgan. Endi bu narsani bizga foyda tomoni nima? SVF terapiya. SVF terapiya o'zini birdaniga ko'rsatmaydi kuchini. Unga vaqt kerak bo'ladi. O'sha boshlanishdan beri iloji yo'q, yog'li muolaja bo'lgani sababiga o'sha bo'g'imga jo'natib qo'yilgandan keyin og'riq nisbatan qoladi, kelgan kuniga nisbatan. Asta-sekin nimalar kuchayib boraveradi, ta'sirlar kuchayib boradi. Demak, 7 kunda 45% bo'lsa, harakatlari kuchayish 3 oyda 75%. Ha, undan keyingisi 6-12 oyda bu narsalar 84-85% ga yetyapti bu yerda. Ijobiy natijalar. Endi bu narsani qancha muddat davom etishi mumkin? 60% bemorlarda bu muolajamizning effekti 5 yilgacha ijobiy natijalarni berib keladi. Ya'ni boshlanishida o'sha ozgina o'zgarish bor, boshqa sekin-sekin o'zgarishlar bo'lib 5 yilga kelgani o'zini pik nuqtasiga ham yetadi. O'sha dunyo statistikasini olib tekshirib ko'rganimizda 60% bemorlarda. Keyin gialuron kislotani bilasizlar, gialuron kislota ham o'sha bo'g'imni sun'iy yog'i hisoblanadi. Mana shu bo'g'imni sun'iy yog'ini o'sha qilinganda uni ham effekti 6 oygacha bo'ladi xolos-da. 6 oygacha effekti bo'ladi. Eng yaxshisini ham o'shanda dozasi kattasini uni ham tez qaytarib turish kerak. Lekin SVF terapiyani bemor holatiga qarab bir marta qilinadi yoki qaytariladigan bo'lsa 1 yildan keyin qaytarib qo'yish mumkin bo'ladi. SVF terapiya ham hamma bemorlarga birdaniga bir xilda ta'sir ko'rsatavermaydi. Bu narsa bemor yoshiga bog'liq bo'ladi birinchi navbatda.
ikkinchi navbatda bu narsa bemor o'sha o'tkazilgan yemirilishi darajasiga, bosqichiga bog'liq bo'ladi. Keyin bemor og'irligiga ham bog'liq bo'ladi bu narsa. Eng yaxshi natija 3-bosqichli artritda kuzatiladi. Sistik nekroz yoki osteoartrit bu narsa 3-bosqichida eng yaxshi natija beradi. Shu narsa 4-bosqichga o'tsa, 4-bosqichda o'zi 5-10% bemorlarda yaxshi tomonga o'zgarish seziladi xolos. Shunga ham biz bemorlarni tezroq erta 4-bosqichga o'tmay, ertaroq kelishlarni, ertaroq muolaja o'tkazishni tavsiya beramiz. Shuning uchun bu narsadan qo'rqmaslikni, chunki bu narsa hammasi tabiiy bo'lganini tavsiya beramiz. Hammaniga sog'lik, salomatlik.